bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga e'tibor bermadim. Aha, mayli do'stlar, o'tkinchga salovat. Kelinglar, pozitiv narsalar haqida o'ylaymiz va mana bu panjaralarni olib tashlab, bu yerni qamoqxonadan ko'ra ko'proq ajoyib binoga aylantirib. Oha, buni qaranglar, ochilib yopiladigan gap bo'lishi mumkin bo'lmagan chiroyli deraza o'z joyida. Yaxshi, endi kelinglar bu yoqqa yana boshqa narsalarni ham qo'yib qo'yamiz. Omborxonada bizga ortiqchalik qiladi. Reshotkani mana bu yoqqa qo'yamiz va bo'ldi. Xo'sh, yana nima qilishimiz mumkin? Mana bu bloklarni tashlab yuboraman. Mana bu eshik ham kerak emas va bo'ldi. Stolni kelinglar, anavi stulni o'z joyiga qo'yamiz o'tirish uchun va juda ham qulay. Yaxshi. Xo'sh, bo'ldi. Endi kelinglar, keraksiz narsalarni hozir axlatga tashlab yuboraman. Qaysi yo'q, eshik kerak bo'lib qolishi mumkin. Shu yerda tura qolsin chiroyli bo'lib va mana bu shisha idish kerak emas, urug'lar kerak emas, yer bloki kerak emas. Bularning hammasini hozir tashlab kelaman. Lekin bu yerda axir axlat qutisini ham menimcha buyurtma qilgandek bo'lgandim. Xullas do'stlar, mayda-chuyda ishlar tugadi va sizlarga do'konni ko'rsataman. Juda ham hayron qolishingiz aniq va buni qilinglar. Cho'pon do'kon, ha, qofiyali, ajoyib, hattoki yonib turadigan neon yozuv va bu yerda mayda-chuyda qutilar, bularning ichida mana bu narsalar bor edi. Buni qaranglar, qanchalik chiroyli bo'ldi do'konimiz. Shunchaki nima desam ekan, gap bo'lishi mumkin emas bu do'konga. Hattoki ketmonim ham xayr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'konmi? Aha. Sigaret bormi? Sigaret ha, bor, keling. Yaxshi. Hamma narsa bor ekan, yaqinginada. Bilmabman. Ha, bugungina ochlik yo'q, ha. Menga shunaqa kerak edi, kechroq kelaman. Okey, hozir esa shunchaki sigaret, chunki ishga ketyapman. Xo'p, bo'ladi. Necha puldan? 15,000 so'm. 15,000 so'm. Aha, yomon emas, arzon ekan. Ha, chunki biz xalq uchun ishlaymiz. Bizda narxlar eng arzoni. Ajoyib. Xo'sh, 15,000. Aha, yaxshi. Tak, bu yerga qo'shilib mana olishingiz mumkin. Katta rahmat sizga. Yana kechroq qaytaman. Xo'p, sizni kutamiz. Ajoyib do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. 15,000 ishlab oldik. Va albatta bu hali boshlanishi. Bundan ham ko'p ishlab olamiz. Bu aniq. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bu yerda do'kon ochilganini bilmagandim. Bugun ochildik. Ajoyib. Do'stlar, menga yoqmayapti shu odam. Suv. Menga как раз kerak edi. Bunisi katta, bunisi og'ir. Bo'ldi. 2,5 so'm ekan kichkinasi. Sigaret qancha turadi? Sigaretlar 15,000 dan. Qanaqangi marka? Markasi Femmal. Men chakaman shuning uchun. Stop. Yomay qochib ketdi. Jin ursin o'g'ri. Suvni ham o'g'irladim. Hoy, shoshma. Hozir yetib olaman. Ana, hozir ko'rasan mendan. To'xta, baribir yetib olaman. Nafasim qisib qoldi. Ana shunaqa bo'ladi, birovning haqini o'g'irlaganda. Bu yoqqa ol suvni. Mana. Stop, lekin iflos qo'llaring bilan suvga teginding. Endi pulini bu yoqqa cho'z. Xo'p, 2,5 endi. Yo'q, sen uchun 5,000. Nima 5,000? Agar hozir ketmonim bilan ursam, больницаga 5,000 dan ko'p sarflashing aniq. Ajoyib, aqlli bola. Boshqa o'g'irlikka kelma men do'konimga. Tushunursan, odamlarga ham hayronsan. Qanaqasiga betlari chidaydi shunchaki kelib o'g'irlab ketishga. Ha, mayli. Hozir do'stlar do'konga qaytaylik. Yana mana shunga o'xshagan bir ikkita shovvozlar kelib qolmasin do'konga. Yana bunda korobkalarni olib tashlash kerak. Ha, mayli, bular bilan ham. Qayerda qoldi-ya? Assalomu alaykum, men do'konim bo'ladi. Shundaymi? Menga sigaret kerak edi. Yarim soatda beri kutib o'tiribman. Yarim soat bo'lishi mumkin emas. Bor yo'g'i 5-10 soniyaga chiqdim. Bilamiz. Yarim soat kutdim. Bera qoling. Xo'p, bo'ladi. Nech pul? Bumi 15,000. 15,000. Men chegirma oqlayman. Sizni juda ham uzoq kutdim. Uzoq? Axir 5-10 soniyaga chiqib ketdim bor yo'g'i. Yo'q, siz juda ham uzoq ketdingiz. Ha, mayli. Kutganingiz uchun hech qilib sizga chegirma qilib beraman. Bor yo'g'i 5,000 chegirma qilib beraman va shunda 10,000 so'm bo'ladi. Xo'sh, kelishdikmi? O'zi sigaret 15,000. 15,000. 10,000. Ha, mayli, yomon emas. Ajoyib chegirma. Yo'q-e? Ha, xursandmisiz endi? Mendan xafa emasmisiz? Yo'q. Bo'ldi, menga ma'qul. Mana bo'lib turadi albatta. Hamma ham kutirib qo'yishi mumkin. Band bo'lgansiz va balki umuman kutirmagansiz. Shunchaki ushlanib qolgansiz. Xo'p, xuddi shunday bo'ldi. Katta rahmat sizga. Yana kelaman. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, axir birinchi kundan hamma bilan janjal qila olmayman-ku. Men haq bo'lishimga qaramasdan, mayli, chegirma bo'lsa chegirma. Tezroq. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Non kerak edi menga как раз. Xo'sh, mana olishingiz mumkin. Non 3,5 so'm. 3,5 so'm. Yana nima olmoqchimisiz? Menga yana Xo'sh. Nima olmoqchisiz o'zi? Ko'ryapman, shuni qidiryapman bormikan. Okey, mana bu mumkin. Yo'q, bunaqasi to'g'ri kelmaydi do'stlar. Menga basharasi yoqmayapti. O'g'irlab ketib qolishi mumkin, tayyor turish kerak. Nimani otsam bo'ladi agar qochmoqchi bo'lsa? Xo'sh. Avvalgi safardek omadim kelmasligi mumkin, tushunursan.
Bekor mana bu yerni yopman nima olmoqchi ekan? Bunisi to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, chiqib bo'lay, qochishga harakat qilayotganga o'xshadi. Yo'q, nima qilishimni bilmayapman. Mana bu как раз mos keladi. Nima olmoqchisiz o'zi? Mana bunaqangi dumaloq konfet. Xo'p, mayli, bir dona olasizmi? Ha, bir dona necha turadi? 5000 so'm. 5000, yaxshi. Shuni ko'rib bering. 5000 so'm turadi shu. Yaxshi. Non bilan birgalikda 5-6 ming. Yaxshi. O'sha plastik kartaga savdo bormi? Yo'q, uzr, faqatgina naqd pulga, chunki bugun ochildik va plastik afsuski ola olmaymiz. Nima? Lekin plastik olishga majbursiz. Ha, bilaman, lekin bugun ochilgani uchun terminalimiz yo'q hali. Siz shunchaki nima? Hali tegishli joylarda gaplashamiz sen bilan. Tushundingmi? Men sizga qo'pollik qilganim yo'q, iltimos. Yo'q, non otmang va konfetni ketib qoldi. Afsus odamlar nimaga bunchalik qo'polsizlar? Axir hech narsa qilganim yo'q. Hech narsani konfetni joyiga qo'yamiz va bo'ldi. Axir bugun ochlik qanaqasiga plastik kartalarda qabul qilishimiz mumkin? Juda ham xohlaganimda ham qilishim mumkin. Bu yerda tort bormi? Hoy, bolakay. Amaki, do'konchi amaki. Ha, Tort bormi? yo'q. Yo'q, lekin juda ham tort yegim kelgandi, bugun tug'ilgan kunim. Yo'q, stolga chiqma. Shunchaki stolga chiqdi. Yosh bola nima bo'pti? Kechirasiz, lekin bu yer toza, stolga chiqish mumkin emas. Axir bugun tug'ilgan kuni, yosh bolaga hamma narsa mumkin. Sizga aytsam, bolaligim, podshohligim deydi-ku, lekin odob axloqni unutmaslik kerak va bizda shokoladli tort yo'q. Da, shokoladli tort xohlayman. Topib bera olmaysizmi? Sizningcha qanday topib berishim kerak? Iltimos, shokoladli tort xohlayman. Ha, mayli, nimaga sizni ko'zingiz moviy, o'g'lingizniki esa qizil? Biz bu yoqqa boshqa qaytib kelmaymiz. Xo'p, mayli. Odamlar ham g'alati, qanaqasiga shokoladli tort topib berishim kerak bu bolakayga? Albatta, qo'limdan kelsa topib bergan bo'lardim, lekin mayli. Afsuski bu dunyoda hamma bilan ham til topishib bo'lmaydi. Hech bo'lmasa qasd apparati bo'lish emas. Mana u plastik karta qabul qilmaydigan sotuvchi. Nima axir aytdim-ku, birinchi kunda qanday qabul qilaman? Siz bunga aytibsiz plastik karta olmayman deb. Ha, chunki bugun ochlik va menda terminal yo'q plastik kartalar bilan xizmat ko'rsatish uchun. Yo'q, menga aytgan yo'q bu gapni. Nima? Yolg'on gapirma, axir aytdim men bunga. Ko'rdingizmi sensirashini-chi? Chunki o'zi meni birinchi haqirlari. Bugun biz birinchi kun ochilyapmiz. Istaganingizni so'rashingiz mumkin. 2-3 kundan beri ishlaydi. Men shu tarafda yashayman. Nima? Axir istasangiz qo'ng'iroq qilishim mumkin menga bugun narsalar olib kelgan odamga. Quloq sol, Alex, umid qilamanki yana tuhmat qilmayapsan, shundaymi? Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin-a? Ha, istasangiz hozir qo'ng'iroq qilaman. Xo'sh. Ha, mayli, shunchaki nima desam ekan? Yana tuhmat qilyapsanmi? Demak gap bu yerda ekanda. Bilasan-a, tuhmat uchun. Xo'sh, hozirroq bu yerdan ket, Alex. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Siz esa kechiring, bu shunchaki biroz ahmoqroq, shotroqda ishlaydi. Sigaret nechi puldan? 15 mingdan, lekin siz uchun bepul, chunki yaxshi politsiyachi ekansiz. Yo'q, katta rahmat. Olishingiz mumkin. Bo'pti, katta rahmat ham bor. Ha, mayli. Do'stlar, bo'ldi. Bizga rostdan ham yordam berdi. Aks holda boshqasi bo'lsa, shtraf ham qilishim mumkin edi, shunchaki pul ishlab olish uchun. Ozgina pul bersang, balki jarima solmasman, unday bunday deb mayli do'stlar, kelaman va korobkalarni olib tashlaymiz, chunki bu yerda juda ham xunuk bo'lib, hammaga xalaq berib yotibdi. Xo'sh. Undan tashqari men bilmagandim bunchalik tez bizga xaridorlar kelishini. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, ikkinchi korobka qolib ketibdi. Mayli, hozir joyiga qaytarib qo'yamiz, yo'qmi sekin. Hozir yana xaridorlar kelib qolsa kerak. Va do'stlar, bilasizlarmi, bir narsa qilmoqchiman. Men mana bu yerni buzib, kichkinagina podvalcha qurish va kimdir narsa o'g'irlamoqchi bo'lsa, shunday o'zimni mana shu stol orqasiga biror yerga tugma qo'yamiz. O'sha tugmani mana shu yerdan masalan bosganda bu yer ochiladi va tushib ketadi. Mening narsalarimni o'g'irlamoqchi. Nima? Yo'q. Tak, stop. Hoy. Tushunursin, bu nimasi yana? Nimaga bu yerda suv? Tepadan tushyaptimi? Axir tepada yashash joyi bor edi. Yo'q. Kimdir suv quyib yuboribdi. Tushunursin, endi nima qilaman? Endi shuncha pulga kuydimmi? Hammasini dabdalasini chiqardi. Yo'q. Hoy, bu yerda kimdir bormi? Eshikni ochinglar. Hoy, tushunursin, ochsang-chi eshikni. Suv quyib yuboribsan, do'konim dabdala bo'ldi. Och eshikni, tushunursin. Senmi? Sen? Nima bo'ldi? Baqirasan, suv quyib yuboribsan. Suvmi? Balki mana bu yerdan tug'ilgandir. Vannaxonadan, xo'sh. Balki kimnidir jahlni chiqarganing uchun. Nima? Hali sen qilibsan bu ishlarni, balki. Nima? Hoy, tushunursin. Hammasi tushunarli, demak, shunchaki menga yomonlik qilish uchun qilibdi-da. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Bomshlar. Menda bir ideya bor, sizlarga aytsam. Axir, hoy, yigitlar, salom. Assalomu alaykum. Sizlarga bir topshiriq bor, tepa qavatdagi odamlar. Qanaqangi? Xo'sh, qanaqangi topshiriq ekan? Evaziga zo'r narsa olishlaringiz aniq. Kelinglarchi? Nima? Do'konimga bir qaranglar. Hozir bu yerni suv toshib, xullas mana bunday bo'lib yotibdi.
Mana bu tepadagi odam bor-ku. Ha, taniymiz qizil kiyimli. Bizga bir necha marta politsiya chaqirgandi. Ha, xullas ana shu ataylab yomonlik qildi menga. Birinchi tuhmat qildi, keyin esa politsiyachi tuhmatini bilib qolgach mana bunday suv quyib yubordi. Xo'sh, agarda sizlar o'sha tepadagi odamni aqlini kiritishga yordam bersangiz, Xo'sh, kichkinaxonada yashashga ruxsat beraman. shu yerdami? Aha, mana shunday bemalol yashashingiz mumkin bo'ladi, chunki men o'zimga yerto'la qurib o'sha yerga narsalarni o'tkazmoqchiman. Tepadagini aqlni kiritsangiz bo'lgani. Yo'q, bo'ldi. Hammamiz 4 kishi yashasak bo'ladimi? Albatta. Bo'pti, hozir ko'rsatamiz unga. Okey, bo'pti yigitlar, olg'a omad. Aha. Bo'ldi do'stlar, hozir bombishlar aqlni kiritib qo'yadigan umiddaman, lekin bombishlar nima qilishi mumkin? Ko'rinishdan juda ham sportivniy yigitga o'xshaydi, shuning uchun ham hayronman. O'zi suv to'xtarmikin, lekin yozuvimga bir qaranglar, qanchalik zo'r. Menimcha hech qaysi do'konda bunaqangi chiroyli yozuv bo'lmasa kerak. Buni suv to'xtadi, buni qaranglar. Yomon eshik bo'lib qoldi. Bo'ldi, suv to'xtadi. Ajoyib, lekin narsalarning dadalasi chiqib bo'ldi. Hamma yoqni endi tozalash kerak. Narsalarni ham rasosi chiqdi endi. Ha, mayli, nima ham qilardim. Asosiy dunyoda shunaqangi odamlar bor. Nima? Bo'ldi, urish shart emas. Yo'q, o'ldirib qo'ysang nima bo'lardi? Yo'q, xavotir olmang. Men professionalman. Ha, mayli. Kechirim so'ramoqchiman, boshqa boshni qilmayman. Isming nima? Ismim Cho'pon. Cho'pon bo'ldi. Men ismim bilasan, boshqa bunday qilmayman. Senga yomonlik qilmayman. Aha. Bu yerda dabdil bo'lgan narsalar pulini kim to'laydi? Qancha bo'ladi? $400. $400. Ha, mayli, mana olishing mumkin. Xo'sh, $400 bormi? Bor, mana. Yaxshi. Tozalash va produktlarga ketadi. Ajoyib, bo'pti. Men ketaman. Aha, bo'ldi, ketishim mumkin. Ajoyib boplading bomsh. Aha, katta rahmat. Endi bu yerda yashashing mumkin. Undan tashqari bilasanmi? Senga yana bir ish bor. Qanaqangi ish? Mana senga $100. Nima $100? Olmayman pulni. Ol. Menga do'stlaring bilan birgalikda podval qurishda yordam berasan. Yo'q, Aha, mana shu yerni qursangiz bo'ldi. Mana shu $100 seniki. Istasangiz ichkariga zo'r kravatlar qurib olishingiz mumkin. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, do'stlaringni chaqirib kel. Hozir mana bu xonani birdaniga sizlarga bo'shatib beraman podval qurganimizdan so'ng. Xo'p, rostdanmi? Albatta. Bo'pti, men ketdim. Do'stlar, bo'ldi. Yaxshi, tushunursan, juda ham kuchli ekan bu bombishlar. Bilasizlarmi, bular bilan do'st bo'lganimiz ma'qul, chunki bizga yordam berishlari mumkin bo'ladi. Ungacha esa sizlar bilan men Cho'pon bo'ldim va keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Ketmonim uchun like bosinglar va kanalga albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Faqat shundagina keyingi video tez chiqadi. Mayli, bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, qadrli obunachilar.